Pensiyaga chiqish vaqti kelganda muammolarga uchramaslik, pensiya miqdori yuqoriroq bo'lishi uchun qanday yo'l tutish kerak? Pensiya jamg'armasi bu boradagi tavsiyalari bilan bo'lishdi. Avvalosi, mehnat faoliyatingiz rasmiy shaklda ekaniga, ishlayotgan tashkilotingizda sizga ish staji yozib borilayotganiga ishonch hosil qiling. Buni o'zingiz mustaqil ravishda my.gov.uz portali orqali tekshirib borsangiz ham bo'ladi. Ish beruvchingizdan ish stajingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirishni talab qiling. Sizga rasmiy shaklda ish haqi to'lanayotganiga e'tibor bering. Bunda sizga hisoblangan ish haqi haqiqatan qo'lingizga oladigan ish haqi, ushlab qolinayotgan daromad solig'i, jamg'arib borilayotgan pensiya uchun o'tkazilayotgan mablag'larni doimiy ravishda tekshirib boring. Agar siz norasmiy shaklda faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, o'zini band qilgan holda ro'yxatdan o'tib, pensiya jamg'armasiga belgilangan tartibda ijtimoiy soliq to'lang. Bu orqali siz ish stajingizni ko'paytirib borasiz. Hozir mehnat faoliyati yuritmayotgan bo'lsangiz, kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limlariga mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarni raqamlashtirishni so'rab murojaat qiling. Bu tavsiyalarga amal qilsangiz, pensiyaga chiqish vaqti kelganida ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini olgan bo'lasiz, deya ta'kidlaydi Pensiya jamg'armasi.